Toshkent viloyatida qishloq xo'jaligi maydonlaridan samarali foydalanish, har qarich yerni ishga solish bo'yicha amaliy ishlar yangi bosqichga ko'tarildi. O'simliklar karantini va himoyasi agentligi Toshkent viloyati boshqarmasi hamkor tashkilotlar bilan birgalikda hududlarda dala chetlari, kanal, sug'orish hamda kollektor drenaj tarmoqlari atrofidagi maydonlarda mahsulot yetishtirishni yo'lga qo'yish bo'yicha amaliy seminarlar o'tkazmoqda. Mazkur tashabbuslar Prezidentimizning 2024-yil 30 dekabrdagi qishloq xo'jaligi maydonlaridagi qo'shimcha imkoniyatlardan foydalanib, mahsulot yetishtirish hajmini oshirishga doir qarori ijrosini ta'minlashga qaratilgan. Asosiy maqsad bo'sh turgan yerlarni samarali o'zlashtirish, sifatli hosil olish va aholi daromadini ko'paytirish. Bo'ka tumanida joriy yil 175 ming gektar yer maydoniga 65 ming to'p kanal va drenaj tarmoqlari atrofiga esa 60 ming to'p mevali ko'chat ekish rejalashtirilgan. Hozirda shu seminar davomida fermerlarimiz tomonidan mutasaddi tashkilotlarga nisbatan talablar kelib tushmoqda. Ya'ni hududda o'sha yer maydoni, yerda o'suvchanligi, o'sha o'simliklar o'suvchanligiga qarab achchiq-olcha ko'chatlari, olxo'ri va jiyda ko'chatlari hamda tut ko'chatlari talab qilinmoqda. Sababi suvsiz maydonlarda olcha ko'chatlari bemalol ko'karadi, kasallikka chidamli, serhosil navlari bor. Bizi hudud uchun juda ham to'g'ri kelgani uchun hozir fermerlarimizdan o'sha mutasaddi tashkilotlarga shular talab kelib tushmoqda hozirda. Asosan olcha, bexa, olxo'ra kabi iqlimga mos daraxtlar tanlanib, suv ta'minoti cheklangan maydonlarda ham zamonaviy usullar asosida yangi bog'lar barpo etilmoqda. Fermer va klaster vakillari o'zlarini qiynayotgan masalalar yuzasidan mutaxassislardan aniq javob oldi. Mavjud muammolar nazoratga olindi. Shuningdek, dala chetlariga ekilayotgan ko'chatlarning holati joyida o'rganilib, ularni to'g'ri ekish, samarali parvarishlash, kasallik va zararkunandalardan himoya qilish bo'yicha amaliy ko'rsatmalar berildi. Har qarich yerga e'tibor bu nafaqat hosil, balki qo'shimcha daromad, oziq-ovqat xavfsizligi va farovonlik demakdir.